Mana shu ko'zimga birinchi ko'zimda mana shu yerda pardasini olgizganman, yaxshi bo'lib ketdi. Endi bu ko'zimga ham 8 yil deganda yana shunaqa parda tushib qoldi. Shularga yana ishonch hosil qilib, mana shu doktorlarning yaxshi muomalalaridan, yaxshi xizmatlaridan qoniqib, yana shularga keldim. Mana hozir ko'zlarim pardasini oldirishgan bo'lsa, kechadan beri ana ko'rishni boshladik. Xudoga shukr. Mana shifosini yaxshi berishyapti, xizmatlarni yaxshi qilishyapti. Doktorimiz ham iloyim kam bo'lmasin. Xudoya qo'llari bundan ham yengil bo'lib, bundan ham yaxshi shifokor bo'lib, hammani xizmatini qilishdan charchamasin. Я сама с Ферганы. Здесь много клиник обошла, никто не мог обнаружить. Men Farg'onadanman. Bir necha shifoxonalarda aniqlanmagan kasalligim ushbu muassasada aniqlandi. Ikkala ko'zimda katarakta bor ekan, ko'rishim 30%. Kecha bir ko'zimda jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ikkinchisi bir oydan so'ng amalga oshiriladi. Ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shart-sharoitlari yaxshi. Shifokorlar esa malakali va e'tiborli. Menga yoqdi. Мне понравилось. Men Namangan viloyatidan keldim. Shu yerda ilgari qudam kelib davolanib ketgan edi. Ko'zoynak bilan yurardi. Men quda bo'lganimdan yana 10 yil bo'ldi. Shu yerga kelgandan keyin ko'zoynak taqmasdan o'zimiz yaxshi bo'lib ketdi. Keyin men ham ko'zimga davlaniya bo'lib ham chap ko'zim yaxshi ko'rmay qoldi. Keyin shu yerga alindaqa shudan shifo topdim. Obolaymi deb, mayli obasangiz deb keyin shu yerga ixlos qilib doktorlar oldiga meni boshlab keldilar. Mana ular keyin ularni aniq qilib ko'rib, mayli o'zi operatsiya qilamiz, bu pardangizni olmasangiz bo'lmaydi deb keyin aniq qilib. Men oldinda davleniyasi bor uchun ko'zimni rosa qo'rqardim. Yo Allohga minnat qilishni bilmadim. Nihoyatda bedagi doktorlarim hafizahulloh, ona Anvarxon hoji vrachimiz nihoyatda shirin so'zlar bilan bizni davoladilar. Rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Hozir qishlog'imizdan ko'pchilik yaxshimisiz, qanaqa ekan deb so'rayapti. Hammalariga boring, kelasizlar deb turibman. Yaxshi, Yaxshi, rahmat. Xalq xizmatida yursa, sizlar kamlik ko'rmasin.